Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'makatli o'tirgan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Xonqa tumani Qirqiyobda ekan. O'tgan yil bundan bir 2 yil oldin Baqlada atablini o'tirdik. Shulardan ko'rib, xudo xolasa bu xonadonimiz bizga buyurdi. Bu xonadonimizning ishini zamonaviy batareyalar bilan demir sistemadan o'tirib berdik. Bu xonadonimizga 36 milyon 600 ming so'm pul chiqdi. Hamma o'zi o'zlarimizdan bo'ldi. Şu batareyadan 150 dana, turbadan 30 metr, 32'lik, 70, 80 metr 25'lik gitti. 40 metr 20'lik gitti. Bu xonadonimizga nonga yetgan bo'lsa, hamma o'zlarimiz bilan olib keldik. Shunda tabiiyki qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Bu xonadonimizga 11 yere batareya qo'yildi, 13 tochka bo'ldi. Bu yoqdan bir batareyasi bor, bu yoqdan bir batareyasi bor. Yana dalanda yana batareyalari bor. Bu yoqda meni spanisi bor. Imanda yana bir xonasi bor. Shunda tabiiyki qo'ldan kelgancha biri bu yoqdan uyni egasi bizlar bir batareyani o'sha versingizda qiziqmay ekan. Ismi? Aytgan ishimiz ma'qulmi? İşe 1 yilcha garantiya, nol kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Meni hurmatli ko'rib tursalar, atablinaning hamma yeri zaxonni. Qo'ldan kelgancha akkuratli etib ishladik. Bu yoqda yana 2 batareyamiz bor. Orqa taraf kuxnyamiz bo'lgan. Bu yoq tarafni tushirmadik. Bu yoq tarafdan ham yana 2 batareyalarimiz bor. Kuxnisi bilan banisi. Hozir ayollar yurgani tushirmadim. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqargan teplo shavat kotelini ko'rsatib o'tsam. Yine kotelimizni gradusi 60 gradusda turibdi. 60 gradusda kotelimizni ishlash jarayoni. Yine ko'mirda shunda tabiiyki akkuratli bo'lib yonadi yine. Yine ko'mirni yonishi yine. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sağ olunglar, salomat bo'linglar. Bizning keyingi ishimiz Xivada bo'ladi, Gullanda bo'ladi, Qo'shko'pirda bo'ladi. Bizning hamma rayon tumanlarda odamlarimiz bor, xudo xolasa. Sağ olunglar, salomat bo'linglar.